Benamozlar haqida kitob bor edi. Shu kitobda bir narsani yozgan. Qo'rqasiz. Benamoz bir luqmani olib og'ziga soladi. Solayotganda haligi luqma tilga kirar ekan. Benamoz, sen meni yemasang bo'lar edi. Sen meni yeb gunoh ishlarga sarf bo'lasan. Seni mabodo badaningga men jaylanib najosat bo'lib tutmasdan badaningga go'sht bo'lib qolsam, seni azobingga men ham sherik bo'laman der ekan. Seni o'rniga bitta namozxon yeb, namoz o'qib, roza tutib ibodat qilsa, o'shanga men ham qo'shilib qolardi, quvvat olardim der ekan. Benamoz uydan safarga, bozorga bu yoqqa chiqib ketayotganda devor bosgan yer aytar ekan, "Hoy benamoz, qaytib shu xonadonga kelmagin, sendan biz zerikdik" der ekan. Yer aytar ekan, "Shu bitib bosmaganingda bo'lar edi" deb turadi. Kiyimlar aytar ekan, "Agar bizga Xudo jon berganda, sendan biz qochib ketar edik. Shu benamozga biz avrat bo'lmasdik, lekinib turmas edik" dedi. Benamoz o'lsa, yuvayotgan suv ham aytar ekan, "Isrof, seni tepangga bizni qo'yyapti-da. Namozxonni tepasiga qo'yganda yaxshi edi" der ekan.